Assalomu alaykum hammaga. Xo'p, hozir men sizlarga Sentelani original va poddelkasini farqlarini ko'rsatib o'taman. Poddelka bunisi original, yaxshilab qarasanglar bo'ladi. Bu to'qroq, bu ancha ochroq ko'rinadi. Ham xuddi shunaqa Koreyada ishlab chiqarilgan deydi. Poddelka ham xuddi shu kodlarda ham hech qanaqa 8 dan boshlanadi, bu ham 8 dan oxiri 33 bilan tugayapti. Bunda ham xuddi shunaqa. Xo'p, endi raznica nimada desanglar, ot ko'rsanglar, shtrixlarida yozilganda originalda to'qroq yozilgan va ishlab chiqarilgan sana 2025-yil 6-oyda ishlab chiqarilgan sana aniq ko'rsatilgan. Poddelkada bo'lsa faqat srok, ya'ni yaroqlilik muddatigina ko'rsatilgan, ishlab chiqarilgan sana ko'rsatilmagan. Qo'limda original bu poddelkasi. Mana birinchi farqi ranglarida. Mana piyoda qizlar originalda penga to'la bo'lmaydi. Poddelkasi bo'lsa to'la bo'lgan. Qaranglar. Mana bu yerda belgilarda ham farqi bor. Bunda unaqa emas. To'q yozilgan yozuvlari originalda unaqa emas. Qizlar uchidagi raznicani ko'ringlar. Bunisi poddelka, bunisi original. Mana originalga yopganda yopilyapti, ammo poddelkaga tushmaydi. Chunki mana bu uzuncha emas. Poddelkasi bu originali. Originalida ishlab chiqarilgan sana yozilgan, ko'rsatilgan. Bu yerda bo'lsa faqat srok ko'rsatilgan, ishlab chiqarilgan sana yo'q. Ko'rasizlar poddelkasidagi farqni? Poddelka bilan original. Har doim original narsa qopqonlarga ham e'tibor beradi. Mana ko'rasizlar, mayda chechkalar bor-ku, akkuratni qilingan. Bu poddelkasiniki unaqa emas. Bu ham o'xshash chiqazgan. Mana tagida farq. Bu yerda ishlab chiqarilgan sana yozilgan, bu yerda bo'lsa yo'q. Bu ham falgas. Xuddi o'sha tepadagi farqlar, mana ko'rasizlarmi, akkuratligini, bundan unaqa emas. Ranglarda ozmas farq bor. Ko'rsanglar bo'ladi, bunga ham o'xshatishgan, lekin mana originali, mana ko'rasizlarmi, o'chiladi. Bundan unaqa emas. Mana boqsanglar. Bunda ham shunaqa originalda ishlab chiqarilgan sanasi yozilgan, srok muddatlar bu yerda faqat srokga yozilgan. Kremga o'xshaydi. Xo'p, originali sal enliroq bu yerga ketgan. Mana bu yerga raznicasini ko'rasizlar. Endi bu yonma-yon turganda ko'rinadi. Yozuvlarini ko'ringlar. Originalda to'q emas. Bu yerda to'q shrift bilan yozilgan. Mana orqalar. Juda ham o'xshash. Bunda ham to'la kremi, bunda to'la emas. Originalda unaqa to'la bo'lmaydi. Bunda to'ldirib solishgan. Qopqonlarda. Buniki ingichka. Hammasi original poddelka menimcha endi ham tushunarli bo'ldi hammaga. Original olmoqchi bo'lsanglar, direktdan yozsanglar bo'ladi yoki Telegramdan yozsanglar, konsultatsiya qilib, yuzingizga mosini tanlab beramiz originallari bizda.